Musiqa qalbning eng nozik sadosi, unda yashar orzu quvonch nafasi, har bir kuyda yashnar bir ezgu tilak, san'at bilan porlar yoshlar kelajagi. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar, hurmatli mehmonlar va san'at ixlosmandlari. Bugun biz san'at va iste'dod bayramiga jam bo'ldik. Musiqa bu qalb taronasi, tuyg'ular tilidir. U inson qalbini tarbiyalaydi, ruhini yuksaltiradi va go'zallikka yetaklaydi. Bugungi konsertimizda musiqaga mehr qo'ygan, o'z iqtidorini tinimsiz mehnat bilan sayqallab kelayotgan yosh iste'dod egalari siz azizlarga o'z chiqishlarini namoyish etadilar. Albatta har bir kuy va qo'shiq ortida ustozlarning sabr toqati, ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi va o'quvchilarning mehnati mujassam albatta. Bugungi konsertimizga Samarqand ixtisoslashtirilgan san'at maktabi, an'anaviy cholg'ular bo'limi 10-sinf o'quvchilari ajoyib konsert dasturlarini tayyorlab kelganlar. Shunday ekan, san'at maskanida kamol topayotgan yoshlarimizga ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamizda. Sizlarning ruxsatingiz bilan albatta bugungi go'zal konsertimizni ochiq deya e'lon qilamiz. Bu yurtda allasiz tong otmas, sof oltin meroslar zanglamas, chin san'at til millat tanlamas, sahnalar gardini o'pganlar, san'atdan baxtini topganlar. Endigi navbatimizni Samarqand ixtisoslashtirilgan san'at maktabi, an'anaviy cholg'ular bo'limi doirachilar ansambliga beramiz. Marhamat, doirachilar ansambli rahbari Azamat Suvonov.